Ra'no Abdulhamidova, Toshkent viloyati. Aleyküm assalom. Rakam tanlaymiz. 9. Qon tomsa-da bo'shliq, sizga bo'shliq qaramman. Sizni ku bilolmadim. Sizga bo'shliq qaramman. Sizni ku bilolmadim, yor, men sizga qaramman. Ko'ksimdan sizga pulman, karamman. Sizni ku bilolmadim, yor, men sizga qaramman. Pulmanmikin yo karamman. Qon tomsa-da ko'ksimdan yoki yurakdan. Ko'ksimdan deb qo'ydim. Sizga tortib karamman, sizni ku bilolmadim, yor, men sizga qaramman. Her halde koymasın. Piyazlı koymadı. Sabzavot. Juda chiroyli yoqasiz. Kasalish bor. Marhamat, 2 daqiqa vaqt sarflaymiz. Mazkur partiya Halima Xudoyberdiyeva qalamiga mansub hisoblanadi. O'zi Halima Xudoyberdiyeva ijodini o'qiganimizda unda ayollarni ichki olamiga xos, o'zbek ayollarini turli ichki ziddiyatlarini aks ettiradigan she'rlar ko'zga tashlanadi. Mazkur she'rda ham qon tomsa-da yaramdan sizga qalqon karaman deb ayol o'sha o'z yorini sevishini, yarasidan qon tomib tursa-da unga o'zini qalqon qila olishini ko'rsatgan va she'rda o'zbek ayollariga xos yana bir narsa borki, ayollar oilasiga, farzandlariga, o'zini uyini saqlab qolish uchun deyarli barcha narsadan voz kechib bo'lsa-da, o'zini ularga qalqon qilishga tayyor bo'la oladi. Sizni ku bilolmadim, yor, men sizga qaramman. Demak, bu she'rda Halima Xudoyberdiyeva aytmoqchiki, siz meni yaxshi ko'rasizmi, yo'qmi? Bu menga dargumon, men buni bilmayman, lekin men sizga qaramman. Men sizni sevar ekanman, sizga doim qalqon bo'lishga tayyor bo'laman deb aytmoqchi va Halima Xudoyberdiyevani o'zbek ayollari she'rni o'qiganda bir sen emas, bir men emas, ishq mayini ichmoqni havas qilib, havas degan she'rlar ham aynan mazkur parchalarga mos tushadi deb o'yladim. Ya'ni bunda asosiy mazmun shu ayollarni sevgi, mehr muhabbatdagi sadoqati haqida kuylangan parcha deb o'yladim. O'zbek ayollarini vafo, sadoqati, Bu fidokorligi. yerda karam degan hozir ustozimiz aytib o'tdi. Poliz ekini sabzavotni tushmadi deb karam deganda tortiq, men sizga Alloh tomonidan berilgan tortiqman degan ma'noda o'zini ham shohona kayfiyatga egaligidan darak beradi. Yo'q, bu yerda karam marhamat ma'nosida. Ey Xudo, karam qil deydi-yu. Marhamatliman, sizga qalqon. Bajondir, saxovat bilan karamli deymiz, eng deymiz. Bajonim. Yo'q, o'tgan aytvoray dedi. Xo'p, sizni kim qo'llab-quvvatlayapti? Kim keldi? Og'zim chiqib ketadi. Ustozim bor, Baxtiyor. Shu yerda. Baxtiyor, keyingi yosh loyihasida ishtirok etadimi? Yo'qmi? Faqat sizlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Yaxshi. 10 ta shogirdi bilan keldi.
Turasizlar. Mantiqlimisiniz? Shu uchun ham shtatlar so'zlarni. Ya'ni borda nazmga qobiliyat. Nasıl pas gapiradi shu kishi? Eshitilmayapti. Vafo 37 3